هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sura Al-A'raf tefsiri 187. ayeti başlap okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağı İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-A'raf suresinin 187. ayetinden başlap okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular senden kıyametning qachon bo'lganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'lganligini faqat Rabbim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga eg'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tonishdek uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi, lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababini bilmaydi. Qiyomat va uning alomatlari to'g'risida. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: kishilar sendan qiyomatning vaqtini so'raydi. Bu oyat Qurayshliklar haqida tushgan degan ko'z qarash bor va bir turkum Yahudilar haqida tushgan degan ko'z qarashim bor. Oldingi ko'z qarash to'g'riroqdir, chunki bu oyat Makkada tushgan. Qurayshliklar qiyomatning bo'lishini yiroq chog'lab va uning bo'lishini inkor qilib qiyomat vaqtini so'rashatdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldirtadi. Uning ishonadiganlar bo'lsa qiyomatdan qo'rqidi. Qiyomatni haq deb biladi. Bilinglarki, qiyomat to'g'riliq mujadala qildiganlar albatta cho'nqur gumrohlikdadir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular sendan qiyomatning o'zining bo'ladigan vaqtiga qachon yetadiganligini so'rashidi. Ular sendan qiyomatning o'zining bo'ladigan vaqtiga qachon yetadiganligini so'rashidi. Ya'ni qiyomat vaqtining boshlanishi bo'lgan bu dunyoning oxiri va qiyomatning boshlanish o'rni qachon, qayerda bo'ladi? Aytqinki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Rabbim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarini uningdan qiyomatning qachon bo'ladiganligidan so'ralganda, u to'g'risidagi ilmning faqat Alloh taologa xos ekanligi bilan javob berishga buyurdi. Chunki Alloh taolo qiyomatni uning maydonga kelish vaqti bilan bo'ladigan ondan maydonga chiqardi. Chunki Alloh taolo qiyomatni uning maydonga kelish vaqti bo'lgandala ondan maydonga chiqardi. Ya'ni Alloh taolo qiyomatning ishini va uning qachon bo'ladiganligini nihoyat obdan biladi. Uni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga ig'ir voqeadir. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrazzaq Muammardan Qataдаning mundaq deganligini rivoyat qildi.
osmon zimin ahliga qiyomat haqidagi bilimlarni bilish ig'ir keldi. Haqiqatan ular uni bilmaydi. Muammar Hasanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat bo'lganda u osmon va zimin ahliga ig'ir keladi. Ya'ni ular uchun cho'ng bir ish hisoblandi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zahak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning har qanday bir mahluqotiga qiyomat kuni bir kelgulik bo'ladi. Alloh taolaning har qanday bir mahluqotiga qiyomat kuni bir kelgulik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj mundaq dedi. Qiyomat bo'lganda osmon yeriladi, yulduzlar to'kiladi, quyoshning nuri o'chidi va uningdan boshqa Alloh taolo xabar bergan ishlar bo'ladi. Mana bular qiyomatning ig'irchiliklaridir. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi mundaq deydi. Qiyomatning qachon bo'ladiganligini bilish osmon zimin ahliga yoshirin bo'ldi. Agar bo'ladigan vaqti yetsimi, uning qachon bo'ladiganligini Alloh taolaning yaqin farishtalarimi, payg'ambarlarimi bilmaydi. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Ya'ni qiyomatning bo'lishi sizlarga tuyuqsiz bo'ladi. U sizlar uningdan bexud chig'inglarni keladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq deydi. Alloh taolo qiyomatni u sizlarga tuyuqsiz keladi deb hukm qildi. Payg'ambar alayhisalom bizga tuvandagidek bayon qilib berdi. Qiyomat kishilarning ustiga bir kishi o'zining ko'lchikini o'ngshayotgan chaqda, bir kishi ulig'ini sug'urayotganda, bir kishi sotadigan milni bozorda setib etib, tarozisini bir pasaytib, bir ko'tirib turgan chaqda keladi. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat hatto quyosh o'zining o'ltirgan yeridan chiqmoqchi bo'lmaydi. Quyosh o'zi o'ltirgan yeridan chiqib, uni kishilar ko'rganda ularning hammasi iymon etadi. Bu burun iymon etib boqmagan yoki iymon etib yaxshi amal qilmaganlarning aytgan iymoni foyda bermaydigan bir vaqtdir. Qiyomat ikki kishi raxtlarini yeyishib turganida bo'ladi. Qiyomat ikki kishi raxtlarini yeyishib turganida bo'ladi. Ular raxtlarini setishgimi yoki yig'ib olishlariga ulgurolmaydi. Qiyomat bir kishi to'gisini seg'ib, sutini ilib qaytgan vaqtida bo'ladi. U kishi hatto o sutdan ichishga ulgurolmaydi. Qiyomat bir kishi ko'lchikini o'ngshayotganda bo'ladi. U kishi ko'lchikidan suv ichishga ulgurolmaydi. Qiyomat bir kishi tamoqini eg'iziga yaqin ilib kelganda bo'ladi. O kishi hatto o tamoqini eg'iziga silib yeyishga ulgurolmaydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tonishdek, uni sendan so'rashidi. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Xuddi sen bilan ularning oralig'ida do'stlik bordek, sen ularning do'stidek qiyomatni sendan so'rashidi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Kishilar payg'ambar alayhisalomdan qiyomat haqida xuddi Muhammad alayhisalom ularning bu vaqtdagi savolidan mamnun bo'ladigandek so'ragan edi. Shuning bilan Alloh taolo Muhammad alayhisalomga qiyomat haqidagi bilimning faqatla o'ziga xos qilinganligi, uni yaqin farishtalarga va payg'ambarlarga bildirmaydiganligini vahiy qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Nujayh va boshqalar Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Xuddi sen qiyomat haqida savolni ko'p so'rab, uning vaqtini bilib olgan kishidek, ular sendan savol so'rashadi.
bu rivoyat Mujohiddan qilindi deb qaralgan rivoyatlar ichidagi eng to'g'ri rivoyatdir. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababini bilmaydi. Shunga Jibril alayhissalom kishilarga ularning dinini o'rgatish uchun bir yeziliq arabning sifatida kelganda, payg'ambar alayhissalomning oldida haqiqatni bilish uchun savol so'rab kelgan kishidek o'tirib, payg'ambar alayhissalomdan islom, iymon va ihson haqidagi savollarni so'rab bo'lgandan keyin qiyomat qachon bo'ladi deydi. Payg'ambar alayhissalom uningga qiyomat haqida so'rag'uchidan bilimliroq emas. Ya'ni men qiyomatning qachon bo'ladiganligini sendan bakrak bilmayman. Qiyomatning qachon bo'ladiganligini bir kishi, ya'ni bir kishidan ortiq bilmaydi. Bir kishi yana bir kishidan ortiq bilmaydi. Ya'ni hech kim bilmaydi deb javob berib, orqadan qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqida Allohning bilim haqiqatan Allohning dargohidadir degan oyatni o'qidi. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir degan oyatni o'qidi. Yana bir rivoyatda Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomdan qiyomatning alomatlarini so'raydi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomga qiyomatning alomatlarini bayon qilib berib, u alomatlar faqatla Alloh taolo biladigan 5 ishdandir deb yuqoridagi oyatni o'qidi deyilgan. Jibril alayhissalom o'ziga berilgan har bir javobga rost deding deydi. Sahobalar o'zining so'ragan savolining javobini tasdiqlagan bu so'rag'uchiga hayron qoldi. U qaytib ketgandan keyin payg'ambar alayhissalom, u Jibrildir, u sizlarga dininglarni o'rgatib qo'yish uchun keldi dedi. Yana bir rivoyatda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Jibril hozirgi suratidan boshqa suratlarda kelganida men uni tonib olgan bo'lardim. İmam Müslimning Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahrolik arablar payg'ambar alayhissalomning qichiq kelganda payg'ambar alayhissalomdan savol so'rab, qiyomat qachon bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhissalom ularning ichidagi yeshi eng kichik biriga qarab, agar u hayotli bo'lsa, uning xayrlik yetmay turibla qiyomat sizlarning ustinglarga keladi dedi. Yana payg'ambar alayhissalomning qiyomat bo'ladi degan so'zidan ularning oxiratda o'lgan kishilarning qiyomatgacha ruhlari toplanib turadigan yerga ilib boriladigan o'limi ko'z tutilgandir. İmam Müslim Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomdan qiyomat haqida savol so'radi. Payg'ambar alayhissalom, agar mushi yosh bola yashab qolsa, uning xayrlik yetishdan burun qiyomat bo'lishi mumkin dedi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma mundaq deb rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalom vafot bo'lishdan ilgari uning sizlar mendan qiyomat haqida savol so'raysizlar. Uning vaqtini faqat Alloh taolo biladi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, bugun yer yuzida hayot turgan har bir jonliqqa 100 yil keladi deganligini anladim. Bu hadisni İmam Müslim rivoyat qildi. İmam Buxoriy va Muslim Ibn Umar radhiyallohu anhumaning shundaq deganligini rivoyat qildi. Ibn Umar mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalomning bu so'zidan payg'ambar alayhissalom yashagan asrning qiyomat bo'lmasdan o'tib ketadiganligini ko'z tutgandir. İmam Ahmad Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Masjid-i Haramdan Masjid-i Aqsoga ilib kelingan kichikkina
men Masjidi Aqsa ve haramdan Masjidi Aqsa elib kelingan kechida Ibrohim, Musa ve İsa bilan uchrashdim. Ular qiyomatning ishlari haqida so'zlashdi. Ular bu vaqtda İbrahim alayhisalomning bir narsa deyishini so'radi. İbrahim alayhisalom: "Menda qiyomat haqida hech qanday bilim yo'q" dedi. Ondan ular Musa alayhisalomning bir narsa deyishini so'radi. Musa alayhisalommi: "Menda qiyomat haqida hech qanday bilim yo'q" dedi. Shuning bilan ular İsa alayhisalomning bir narsa deyishini so'radi. İsa alayhisalom: "Bilib qo'yinglarki, qiyomatning qachon bo'lganligini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Menga Rabbimning bildirishicha Dajjal chiqadi. U chaqda men bilan 2 dona qilich bo'ladi. Dajjal meni ko'rish bilanla xuddi qo'g'ishin erigandek erib ketadi. Dajjal meni ko'rganda Alloh taolo uni halok qiladi. Hatto daraxt va toshlar: "Ey musulmon, mening orqamda kofir bor, kelib uni o'ltirgin" deydi. Alloh taolo kofirlarni halok qiladi. Ondan kishilar o'z shaharlariga va yurtlariga qaytishadi. Bu chaqda Yajuj Majuj chiqib, har bir to'piliklardan oldirab kelishadi. Ondan kishilarning yurt shaharlariga besib keladi. Yajuj Majuj qandoqliki bir narsaning yenidan o'tsa, uni yo'q qiladi. Ular suv bor biror joydan o'tib qolsa, uni butunlay ichib tugitadi. Kishilar mening qishimga kelib, ular ustidan shikoyat qilishadi. Men Alloh taologa ularning ziyniga duo qilaman. Alloh taolo ularning hammasini o'ltirib yo'qtidi. Yer yuzi ularning o'likining sesqidan purab ketadi. Ondan Alloh taolo yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir ularning jasadlarini eqitib, opirib dengizga tashlaydi, dedi. İmam Ahmed mundaq deb rivoyat qildi. Yazid ibn Harun ondan tog'lar hukm talqon qilindi. Ziminlar xuddi teri so'zilgandek so'zildi deb yuqorqi hadisga qaytib İsa alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Menga Rabbimning bildirishicha, ishlar shundoq bo'lganda, qiyomat xuddi qo'rsoq ko'tirib tug'ish vaqti to'shib qolgan, lekin kecha va kunduzning qaysi vaqtida tug'adiganligini oilasidagilar bilolmay turayotgan ayolga o'xshash bo'lib qoladi. Bu hadisni Ibn Majah shundoq rivoyat qildi. Yuqorqi payg'ambarlar bo'lsa, payg'ambarlar ichidagi katta irodalik payg'ambarlardir. Lekin ulardimi qiyomat haqida ilm yo'q. Ular faqat bu ish to'g'riliq İsa alayhisalomning bir narsa deyishini so'radi. İsa alayhisalommi faqat qiyomatning alomatlari to'g'riliq o'ziga bildirilganini so'zladi. Chunki İsa alayhisalom bu ummatning oxirida Muhammad alayhisalomning shariat hukmlarini o'rinlash uchun osmondan tushdi va Dajjalni o'ldirdi. Alloh taolo uning duosini ijobat qilib, Yajuj va Majujni yo'qtidi. Shunga u Alloh taoloning o'ziga bildirgan ishlardan xabar berdi. İmam Ahmed Hudayfa radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom qiyomat to'g'risida so'ralganda mundaq dedi: "Uning vaqtini faqat Rabbim biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Lekin men sizlarga qiyomatning alomatlari va uning oldida bo'ladigan ba'zi ishlardan xabar beray. Qiyomatdan ilgari cho'ng bir fitna va umumyuzlik bir qirg'inchilik bo'ladi. Kishilar orasida bilmaydigan bilib olishdek bir odat shakllanib qoladi. Kishilar orasida bilmaydigan bo'lib olishdek bir odat shakllanib qoladi. Bir odam yana bir odamni tanimag'ili tasli qoladi.
kishilar orasida bilmaydigan bo'lib o'lishdek bir odat shakllanib qoladi. Bir odam yana bir odamni tanimag'ili tasli qoladi. Tariq ibn Shihab mundaq deb rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom qiyomat haqida so'zlab turganda: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'lganligini faqat Rabbim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga ig'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tonishdek uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababini bilmaydi" degan oyat tushdi. Bu hadisni Nasa'iy rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Anas va Sahl ibn Said radhiyallohu anhumadan savotsiz payg'ambarlarning kattasi, ularning tuganchisi, rahmat, tavba ilib kelguchi, jang qilguchi, eng oxirgi, eng güchtarguchi, agashtirguchi kishilarning hammasi uning turgan yeriga to'planadigan payg'ambar alayhissalom: "Mening payg'ambar qilib avatilganim bilan qiyomatning orliqi mushiningga o'xshash" deb o'zining ko'rsatgich barmoqi bilan o'ttir barmoqini juplab ko'rsatganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomdan qiyomat haqida savol so'rag'uvchilarning hammasiga bu vaqtdagi ilmni, aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababini bilmaydi deb Alloh taoloning o'ziga qaytirishga buyurgan bo'lmasa-mu, Alloh taoloning o'ziga qaytirishga buyurgan bo'lmasa-mu, qaytirishga bo'lgan bo'lsa-mu, lekin payg'ambar alayhissalom bizga qiyomatning ba'zi alomatlarini yuqorqidek bayon qilib berdi. Allah xohlamagan ekan o'zimga foyda yetkazish, ziyonni o'zimdan dab'i qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchramagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Men faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xush xabar berguchi qilib avatilgan payg'ambarman. Payg'ambar alayhissalomning g'aybni bilmaydiganligi, hatto o'ziga foyda ziyon yetkazishga ega bo'la olmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu vaqtda bu oyatda payg'ambar alayhissalomning hamma ishlarni Alloh taologa topshirishiga va o'zining kelgusiga oid g'ayblarni bilmaydiganligidan va g'ayblardan faqat Alloh taolo bildirgandan boshqa hech bir g'aybni bilmaydiganligidan xabar berishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Alloh g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Alloh o'zi memnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va orqasiga kuzatkichi farishta selib qo'ydik. Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchramagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zahhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men o'zimga ko'pligan mol dunyo to'plagan bo'lardim. İbn Abbas'tan qilingan yana bir rivoyatda men foyda ololmaydigan bir narsani elib, uningdan foyda chiqadigan bir vaqtda setishni bilatdim deyilgan. Ziyon zahmatga uchramagan bo'lardim, ya'ni yo'qsul bo'lib qolmaydim.
ibn Jarir mundaq dedi. Ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi agar men g'aybni biladigan bo'lsam, albatta ocharchilik yiliga to'qchilik yilidan, qimmatchilik vaqtiga arzonchilik vaqtidan tayyorlik qiladim deganlikdir deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundaq deydi. Mana birer yomonlikning yetishidan burun men uningdan saqlangan bo'ladim. Ondan Peygamber aleyhisselam özünün Allah Teala tarafından avatilgan kişilerini Allah Teala'nın azabıdan agahlandırgıcı ve müminlerge cennet bilen hoş haber bergici ekanligidan haber berdi. Bu to'g'risida Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, taqvodorlarga hoş haber berishing ve serkesh qavmni agahlandırishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishlik qilib nozil qildik. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-A'raf tafsiridan 188-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qidimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.